Oilani asosi ko'ngil degan videoyimdan keyin ko'pchilik tushunibdiki, erkak va ayol, qiz va bola sevishib turmush qurish kerak degan xulosaga kelib qolibdi. Men o'tda sevishib yurish, nikohdan oldingi har xil buzuqliklarni nazarda tutmaganman. Men aytmoqchi bo'lganmanki, oila qurmoqchi bo'lsa inson, ko'ngli tortgan inson bilan qurish kerak. Ya'ni ko'ngli itargan inson bilan emas. Ba'zi holatlarda ota-onalarimiz yoki oiladagi kattalarimizni gapiga kiramizda, ko'nglimiz tortmagan, hatto ko'nglimiz undan itaradigan insonlar bilan oila qurib qo'yamiz. Bu xato narsa demoqchiman. Ota-onalar ham, yosh kattalar ham shunga e'tibor berish kerakki, ikki juft bir-birini ko'ngli tortishi kerak. Lekin to'ydan oldingi sevishib yurish emas. To'ydan oldingi sevishib yurish nafsdan boshqa narsa emas bu. To'ydan keyingi sevishib yurish haqiqatan erkak kishi mard bo'lib olib, oila qiladi, keyin muhabbat qiladi. Bu haqiqiy mardlik bu. Nikohdan oldingi bir-biri bilan qo'shtirnoq ichidagi sevishib yurishchi desa, u sevishib yurish emas asli. Bu nafsdan boshqa narsa emas. Bu borib buzg'unchilikka olib boradi. Shuning uchun ham ko'ngil deganda nimani nazarda tutdim men? Ko'ngil deganda inson bir-birini tortishi, ko'rganda ko'zi quvnashi, shu inson bilan hayotini tasavvur qila olishi. Men nazarda tutgan narsa shu. Haqiqiy muhabbat bo'lsa, to'ydan keyin bo'ladi o'zi. To'ydan oldingi muhabbat, to'ydan oldingi qo'shtirnoq ichidagi sevgi nafsdan boshqa narsa emas.